Ha, Sayyorchika, nimaga kecha men sizni video olib ketdingiz? Mana endi o'zi ham olib kelyapman-ku. Nimaga doktor Muslim shunaqangi sifatli narsalarini arzon chegirma narxlarda qilib berayotganlarini nimaga men bilan olmadingiz videoga? Biz o'zi alohida olib berasiz-da. Yuring ketdik endi, mani oldilariga olib kirib, o'zlaridan batafsil ma'lumotlarni olamiz. Keling. Kecha Marg'ilonga kelin sherigim kelgan ekanda, shu pakkichkalariga skidka narxlarda qilib beraman degan ekansiz. Men ham pakkichkalarimga skidka narxlarda qilib berasizmi? Albatta, sizlar podpishingizga 5 ta chizkani, professional chizkani bepul qilib beraman. Lekin bizning shartimiz bor. Sizning obunachalaringiz menga obuna bo'lgan bo'lishi kerak va obuna bo'lganlarga yana skidkalarimiz bor. 1 million 300 ming so'mlik sirkunchlarimiz 650 mingdan, 700 ming so'mlik keramkachilarimiz 350 ming so'mdan va $400 breket tekizlovchi $400 $200 qilib beramiz. Sizning obunachalaringizga 10 kun ichida, faqat 10 kun ichida. Sizlar eshitdilaringlar, shunaqangi tishi qiyshiqligidan qiynalayotgan qizlarimizni shunaqangi briketlar ham bor. Ularni chegirma narxlarda berishayotgan, hamma ishlatadigan narsalari toza, sifatli narsalar, yarim narxda qilishyapti. Faqat 10 kun men nomimdan chiqsalaring 10 kunda foydalanib qolinglar. Bu yerda gigiyenaga rioya qilgan holda sizlar uchun bir martalik shunaqangi sterillangan narsalar ishlatiladi. Manzil Marg'ilon xiyobonidan kelganingizda o'ng qo'lda, sentr tomondan kelganingizda chap qo'lda. Doktor Muslim stomatologiyasi.